Assalomu alaykum hurmatli bizning qadrdonlarimiz, kuzatuvchilarimiz. Men sizlarga bilasizlar, uncha men murojaat qilib chiqmayman, ortiqcha gap gapirib chiqmayman. Har doim dolzarb mavzularda shu yurtning fuqarosi sifatida, san'atni bir bo'lagi sifatida, san'atning ichida yurgan bir inson sifatida va shogird sifatida bir fikrni aytmoqchiman. Meni bilasizlar, kerak paytda tanqid qilganda o'zimnikilarni ham unchasini nohaq bo'lsa ayb haligi nima deydi, ana qilib o'tirmayman, avaylab o'tirmayman. Demakki, kuni kecha ustozimiz Yulduz Usmonova ayollar haqida gapirgan gapi juda ham ko'p tanqidlarga, kerak emas bo'lgan gaplarga sabab bo'lyapti. Oxirgi paytlarda juda ham ko'p odam chiqib fikr bildiryapti. Kechirasiz, men bitta narsa aytmoqchiman. Qachondan bizni mana shu fikr bildirayotgan ayrim kimsalarimiz gapni to'g'riligicha qabul qilishga o'rganishdi. Qachondan? Shu kungacha qayerda edi? Shuncha muammolar bo'ldi, shuncha dolzarb masalalar o'rtaga chiqdi. Biz chiqib gapirdik kerak paytda. Lekin hozirgilar bitta ayol kishini ajrashgan ayollar haqidagi fikrga yeb-yemagan qayerdagi tuturug'i yo'q odamlar ham chiqib fikr bildiryapti. Gapni ikkitasini bir joyga qo'sha olmaydigan. Men bitta narsaga jahlim chiqqan narsa, maqol borda o'zi oldingilardan qolgan maqol. Sizlar qachondan beri o'sha maqolni tegini ochmasdan, uni misol uchun gap tegida gap bor degan narsani o'ylamasdan fikr bildiryapsizlar. Yulduz Usmonova agar u unitazga o'xshatgan bo'lsa, yo bo'lmasam Buxorodan kelib chiqib ketadi degan gaplari, bu bizning ota-bobolarimizdan, bizning buvilarimiz shu gapni aytardi. Yulduz Usmonova falsafiy yondoshdi bu gapga. Hech kim unitaz qilib chiqib ketayotgani yo'q. Lekin prosta ajrashgan ayollarni ko'p qo'ni-qo'shnilar ham g'iybatini qiladi. Men o'ylayapmanki, yildan yilga hayotimiz mukammallashib boryapti, rivojlanib boryapmiz. Nahotki insonlarimiz rivojlanish o'rniga orqaga qarab ketyapmiz degan fikr ham kelib qoldi o'rtada. Nimagaki bizning xalqimiz har doim o'qimishli, buyuk allomalar bizadan chiqqan. Nahotki shularning avlodi shu darajada oddiy gapni falsafiy gapirilgan gap, ya'ni majoziy ma'noda aytilgan gapni noto'g'ri talqin qilinishi, bu juda ham kulgili holat emasmi? Bu gap hamma xalqimizga, odamlarimizga tegishli emas. Ayrim fikr bildirayotgan, ikkita gapni bir-biriga ulolmaydigan odamlar ham chiqib fikr bildiryaptiki, shu asnoda bir ko'tarilib olsak, yo bir haligi PR qilib turib, shuni ketidan bir ochko nabirasi qilsak degan fikrlar bilan menimcha shunaqa qilinyapti. Chunki ajrashgan ayollarimiz juda ham ko'p. Bugungi kunda ajrashlar soni juda ko'p. Va shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, demakki, Yulduz Usmonova joni achigandan gapirdi bu gapni. Ajrashgan ayol qo'ni-qo'shnilar g'iybat qiladi. Sal kechga qolsa, bu yurib ketibdi, falonida pismadon degan g'iybatli, tuhmatli gaplar bo'ladi. Ana shulardan asransin degan ma'noda aytildi bu gap. Nima uchun bizni ayrim odamlarimiz chiqib bidir qilib qolagan gapini gapirib yotibdi? Kechirasiz-u, bu bilan Yulduz Usmonova ajrashgan ayollarni yomonlagan yo'q. Nabarot shu g'iybatni ichiga tushib qolishmasin degan narsa bo'lar edi. Haligi nima deydi? Fikr bildirayotganda azizlarimiz juda ham ehtiyot bo'lib, uni ma'nosini chaqib, oldingilar bilasizlarmi? Ma'no bir gap gapirardi, u gapni tegida, kosani tegida nimkosa bo'lardi degan gaplar bor. Bu siz bilan biz to'qimaganmiz bu gaplarni. Bu gaplarning hammasini o'sha yoshi katta biz eskilardan qolgan gaplar. Shuning uchun azizlar, men bu fikrni aytmoqchimanki, bu yerda Yulduz Usmonovani tanqid qilganingiz bilan yo u Nilufar qizi ajrashib kelgan ekan deb unga ulab turib aytish emas. Yulduz Usmonova umumiy ma'noda aytdi bu gapni. Men shu san'atning odami sifatida, san'atning bir bo'lakchasi sifatida va mana shu yurtning fuqarosi sifatida noto'g'ri fikr bilan, noto'g'ri tahlil qilib qo'ymang va birovni dilini og'ritib qo'ymang. U Yulduzni bilasizlar, u har doim Yulduz Usmonova o'zini keskin fikrlari bilan sizlarga bo'lishadi, sizlarga aytadi u gaplarni. Chunki u tabiatdan shunaqa inson. Lekin u bu gapi bilan hech kimni haqoratlab, diliga ozor berishni istamadi. Prosta ajrashgan ayollarimizni juda ko'pchiligiga tanqidiy gaplar ko'p bo'lishini inobatga olgan holda joni achigandan gapirdi. Chunki ajrashganlarga kimdir osilib ko'rgisi keladi. Ajrashgan ekan, mana bitta gap otsak balki ilinib qolar degan erkak kishilarni
fikri bilan balkim bu fikrlar aytilgandir. Juda ham ko'p yosh yigitlar ham kino eshiklarga osilishi bu sir emas-ku. Shuning uchun mana shunaqa vaziyatlarga tushib qolmaslik uchun aytilgan fikr deb bilaman. Shuning uchun azizlar, har bir fikr bildirayotganda o'ylab fikr qilishinglarni iltimos qilib qolaman. Sog' salomat